3 sekundda tovoningizdagi og'riqlardan butkul xalos bo'lishni xohlasangiz, ushbu videoni oxirigacha kuzating. Buning uchun sizga 3 ta qadam kerak bo'ladi. Birinchi qadam tovoningizdagi og'riqlarni qisqa muddatga bartaraf etadigan bo'lsa, qolgan ikkitasi esa uzoq muddatga tovoningizdagi og'riqlardan butkul xalos bo'lishga yordam beradi. Birinchi qadam, xuddi men ko'rsatgandek o'tirib olasiz va oyoq panchangizni o'zingizga emas, qarama-qarshi tomonga tortasiz. Xuddi shunday tortgan holatda ushbu mashqni har kuni 15-20 minut davomida bajarasiz va qarabsizki, tovoningizdagi og'riqlar yo'qolayotganini his qilasiz. Ikkinchi qadam bu dieta. Uglevod saqlovchi mahsulotlarni ovqat ratsioningizdan olib tashlang va kuniga 2 mahal ovqatlaning. Orada perikuslar, ya'ni kam-kam ovqatlanishlarni to'xtating. Eng muhimi esa 3-qadam. Organizmda o'z faoliyatini yo'qotgan kalsiy miqdorining oshishi natijasida tovondagi og'riqlar kelib chiqadi. Va buni bartaraf etish uchun esa vitamin D, magniy va vitamin K saqlovchi dori vositalarini iste'mol qilib turishingiz kerak bo'ladi. Ushbu videoni tovonida og'riq bilan aziyat chekayotgan do'stingizga tashlab qo'ying.